Bugun sizlar bilan Reading Part 5 bo'yicha passage ko'ramiz. Bunda bizga boshqa matnlardan ko'ra darajasi nisbatan qiyinroq bo'lgan matn beriladi. Demak, bu yerda learning color words deb aytilyapti. Rangga oid so'zlarni o'rganish. Bu yerda word completion so'zi savol turi kelyapti. Mana bu yerda tushib qolgan so'zlarni topishimiz kerak bo'ladi. Bitta so'z yozishimiz mumkin xolos. Mana shu word limitga qat'iy amal qilinglar, chunki ikkita so'z yozib qo'ysalaring javoblaring xato bo'ladi. Demak, hypothesis deyilyapti. Hypothesis degani bu ilmiy bashorat, ilmiy taxmin degani. Bu savol turi tartib bilan keladi. Ya'ni avval 30-savoli javobi, keyin 31-savoli javobi keladi. Shuning uchun tartib bilan keladigan savollarda birinchi savolni o'qib olishimiz kerak bo'ladi. Savolni o'qib, kalit so'zlarni belgilaymiz va matnni o'qishni boshlaymiz. Qachonki bizga tegishli kalit so'zlar, ularda sinonimi chiqsa, diqqat bilan o'qib javobni olamiz. Demak, children learn many words quite quickly, but their ability to learn color words takes longer than expected. Bolalar ko'pgina so'zlarni tezda o'rganadi, lekin ranglarni uzoqroq vaqt oladi ranglarni o'rganish. In fact, despite many 4-year-olds still struggle to arrange objects into color categories. Ko'plab nimagadir qaramasdan, ya'ni many ko'p degani ko'pdan keyin odatda ot keladi. Biz bu yerdagi so'z ma'no jihatdan, grammatik jihatdan nima bo'lishi mumkinligini taxmin qilib ko'rishimiz kerak. Shunda javobni topish oson bo'ladi. Demak, ko'pgina nimagadir qaramasdan, ko'plab 4 yoshli bolalar narsalarni rang kategoriyasiga ajratishga qiynalibdi. Demak, matnni o'qishni boshlaymiz. Qachonki bolalar, mana shu 4 yoshli bolalar haqida gap ketsa, ular ranglarni ajratishiga qiynalishi haqida gap ketsa, diqqat bilan o'qib, mana bu yerga mos bo'lgan otni belgilab qo'yamiz. Bu yerda demak, multiple choice savollari kelyapti. Which one of the following statements about the experiment is true? Eksperimentga doir qaysi fikr to'g'ri deyilyapti. Hozircha variantlarni o'qishimiz shart emas. Qachonki o'sha eksperiment haqida gap ketsa, diqqat bilan o'qib javoblarni olamiz. Chunki baribir hozir o'qiganimiz bilan javobni belgilay olmaymiz-da. Demak, mana savolni bilib oldik. Endi diqqat bilan o'qiymiz. Qachonki kalit so'zlar chiqsa, yana ham sinchkovlik bilan o'qib javoblarni olamiz. Boshda tezroq o'qisak ham bo'ladi toki kalit so'z chiqquncha. Young children struggle with color concepts, and the reason for this may have something to do with how we use the words that describe them. In the course of the first few years of their lives, children who are brought up in English-speaking homes successfully master the use of hundreds of words. Words for objects, actions, emotions, and many other aspects of the physical world quickly become part of their infant repertoire. For some reason, however, when it comes to learning color words, the same children perform very badly. At the age of 4 months, babies can distinguish between basic color categories. Demak, mana bu yerda o'zlarini dastlabki yillarida juda ham bolalar yuzlab so'zlarni o'rganadi. Masalan, narsalarni nomini, harakatlarni, hissiyotlarni va boshqa shu kabi so'zlarni ularning lug'atidan, ya'ni chaqaloqning lug'atidan o'rin oladi. Lekin rangga oid so'zlarga kelganda bu bolalar juda ham yomon perform qiladi, ya'ni yaxshi o'rgana olmaydi deb aytilyapti. 4 yoshga kelibgina basic colorlarni ajratishi mumkin deyilyapti. Yet it turns out they do this in much the same way as blind children. Xuddi ko'r bolalardek ekan bu narsa. Ya'ni ko'zi ko'radigan bola ham xuddi ko'zi ko'r boladek yaxshi ranglarni ajrata olmas ekan. Hozircha 4 oylik bolalar haqida gap ketmayapti. Demak, bu yerda hozircha o'qishda davom etamiz.
Demak, blue and yellow appear in older children's expressive language in answer to questions such as what color is this? But their mapping of objects to individual colors is haphazard and interchangeable. If shown a blue cap and asked about a cup and asked about its color, typical 2-year-olds seem as likely to come up with red as blue. Even after hundreds of training trials, children as old as 4 may still end up being unable to accurately sort objects by color. Mana bu yerda endi bizga tegishli kalit so'z kelyapti. Ya'ni 4 yoshli bola garchi yuzlab shug'ullangan sinovlar bo'lsa ham, ya'ni 100 martalab shug'ullantirib sinovlar qilgan bo'lsa ham, baribir rang bo'yicha sort qila olmaydi, ya'ni ajrata olmaydi degani, bu kategoriyalarga ajrata olmaydi degani. Mana bizga tegishli qismda topib oldik. Ya'ni 4 yoshli bolalar haqida gap ketyapti, bolalar rangni o'rganishga qiynalishi haqida gap ketyapti. Demak, nimaga qaramasdan ular ranglarni kategoriyaga ajratishga qiynaladi? Javoblarni discussion gruppaga yozishlari mumkin. Xo'p, bizga ot kerak, ya'ni ko'pgina bitta so'zni olyapsizlarmi? O'sha so'z savolda bo'lmasin. Hattoki sizlar olayotgan so'zni sinonimi ham bo'lmasin. Hozir 100 degan javobni olarmaymiz. Yuzlab so'zni o'rniga many degan so'z kelyapti. Shuning uchun bu javobni olarmaymiz. 100 degan javobni, chunki agar biz qaraymiz gapga, biz olayotgan so'z shu gapni o'zida, savolni o'zida bo'lsa olmaymiz. Hattoki biz javob qilib olmoqchi bo'lgan so'zni sinonimi, o'shanga to'g'ri keladigan so'z turgan bo'lsa ham javobni ola olmaymiz. Javobimiz nima bo'lyapti shunda? Demak, meni bilan mashq kelyapti demoqchisizlar. Juda ham yaxshi sabohat. Bu yerda trials javobi eng yaxshi tushadi. Ya'ni many trials, ya'ni ko'plab trialslarga qaramasdan, ko'plab sinovlarga qaramasdan degan ma'noda trials olamiz. Manydan keyin ko'plik keladi, to'g'rimi? Ko'plikdagi ot. Trials so'zi ham ko'plikda turibdi. Many so'zi sanaladigan ot bilan keladi. Training, shug'ullanish so'zi sanalmaydigan ot. Training uchun much degan so'z kelish kerak edi. Grammatik bilimlaringni ham ishga solasizlar. Bu yerda trials so'zi eng to'g'ri javob bo'ladi. Trials so'zini olamiz. Scientists have hypothesized that this is due to the adjectives in a phrase or sentence and the challenges this presents. Demak, olimlar shuni taxmin qildiki, bu sifatlarda gap yoki frazadagi o'rin, bu yerda fraza yoki sentence'da nimasigadir bog'liq ekan. Aynan shu narsa taxmin qilishibdi. Demak, adjektivda, sifatda gap yoki frazada nimasiga bog'liq bo'lishi mumkin? Shu qiyinchilikni tug'dirayotgan narsa. Ba'zi bir javoblarda guess qilib, taxmin qilib ko'rsalaring ham bo'ladi. Javoblarda ayniqsa listeningda eshitmay turib ham ko'p javoblar topish mumkin. Masalan, men 40 ta savol bo'ladigan bo'lsa, bir 6 tasini eshitmay turib ham taxmin qila olaman ko'pincha, chunki o'sha dagi gapni o'qib turib, ma'nosi nima bo'lyapti, grammatik jihatdan nima kelish kerak o'ylab turaman. Yo o'sha men taxmin qilgan so'z keladi yoki o'shaga taxmin qilganga o'xshagan so'z keladi-da, yo o'sha so'z yo shunga o'xshagan so'z. Shuning uchun guess qilishni ham o'rganinglar, harakat qilinglar taxmin qilishga. Xo'p, demak endi o'qiymiz. Mana shu qiyinchilik sifati, demak, gap va frazadagi nimasigadir bog'liq ekan deb taxmin qilishibdi olimlar. Xo'p, endi olimlar haqida gap ketgan qismni topamiz.
Biz iloji boricha tezroq o'qishimiz kerak. Qachonki bizga tegishli kalit so'zlar chiqsa, diqqat bilan o'qiymiz. Masalan, mana bu yerda cognitive scientist hypothesizer deyapti. Bizga tegishli kalit so'z chiqdi. Diqqat bilan o'qishimiz kerak. That children's incompetence at color word learning may be directly linked to the way these words are used in English. While word order for color adjectives varies, they are used overwhelmingly in prenominal position. Blue cup. Demak, aytilyaptiki bu yerda prenominal degani otdan oldin keladi. Masalan, blue cup deganda otdan oldin kelyapti. In other words, the adjective comes before the noun it's describing. This is in contrast to the post-nominal position. The cup is blue. Endi post-nominal bo'lsa otdan keyin keladi. Post degani keyin degani. Xullas sifat otdan oldin ham kelishi mumkin. Blue cup bo'lsa endi havorang chashka bo'lib, bu fraza bo'ladi. The cup is blue bo'lsa, chashka havorangdir bo'lib, bu gap bo'lyapti. Where the adjective comes after the noun. It seems that the difficulty children have may not be caused by any unique property of color or indeed of the word. Rather, it may simply come down to the challenge of having to make predictions from color words to the objects they refer to, instead of being able to make predictions from the world of objects to the color words. Xo'p, demak, aynan bu sifatni, ya'ni ranglarda qanaqadir jihatiga bog'liq bas, ya'ni sifat otdan oldin ham kelishi mumkin, otdan keyin ham kelishi mumkin deyilyapti-da. Aynan mana shu yerda olimlar nima uchun qiyinligini aytyapti. Xo'p, qaysi javob deb o'ylayapsizlar sizlar? Mana shu matnda javob bor. Fikrlarini bildirishlaring mumkin. Xullas, sifat otdan oldin ham kelishi mumkin ekan, keyin ham kelishi mumkin ekan. Bu narsa bolalarda chalg'itar ekan. Demak, savolda aytilayotdi, sifatni gap va frazadagi nimasigadir sababli bolalar qiynalar ekan. Sifatni nimasi tufayli qiynaladi? Juda ham yaxshi, Odina, Sabohat, Madina Bonu. Bu yerda position so'zi tushadi. Chunki otdan oldin ham kelishi mumkin ekan, keyin ham kelishi mumkin ekan. Bu narsa bolalarda chalg'itar ekanda. Mana bu yerda position degan so'z turibdi. Aynan mana shu so'z tushyapti. Adashib order olmaymiz. Chunki agar order olib qo'ysak, bu yerda sifatni tartibi bo'lib qolib, faqat sifat tartib birin-ketin sifat keladi degandek bo'lib qoladi-da ma'nosi. Lekin sifatni birin-ketin kelishi bas, aynan sifatni boshqa so'zlar bilan joylashuvidagi o'rni haqida gap ketyapti-da. Shuning uchun position so'zi eng yaxshi variant bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. While objects consist of a number of that can be used to recognize other similar objects, the meaning of color cannot be developed using the same approach. Demak, object narsalarda boshqa narsalardan ajratish uchun bir qancha nimadir bor ekan. Demak, narsalarda, turli xil buyumlarda o'sha buyumdan boshqa buyumdan ajratib turish uchun nimasidir bor ekan, lekin ranglarda bu usulni biz qo'lla olmas ekanmiz. Ya'ni boshqa ranglardan ajratib turadigan nimasidir yo'q ekan. Xo'p, obyektlarda, narsalarda nima bor? Boshqa narsalardan ajratib turadigan. Mana shu narsani topishimiz kerak. Demak, obyektlar bilan narsalar bilan ranglarda qanaqa farqi bor topamiz. Demak, mana bu yerga keldik. To illustrate the word chair, mana yerda narsa kelyapti. Chair ham bitta object. Diqqat bilan o'qiymiz. Has a meaning that applies to the somewhat varied set of entities in the world that people use for sitting on.
Chairs have features such as arms and legs and backs that are combined to some degree in a systematic way. They turn up in a range of chairs of different shapes, sizes, and ages. It could be said that children learn to narrow down the set of cues that make up a chair, and in this way they learn the concept associated with the world. Demak, stolda shunaqa ma'nosi borki, aynan o'tirish uchun ishlatiladigan bir qancha narsalarga ishlatiladi chair so'zi. Masalan, chairda qo'li bor, oyog'i bor, o'sha yonboshlash uchun orqasi bor deb aytilyapti. Ularda shakli bor, hajmi bor, masalan yoshi bor va bolalar mana shu kiyuvlarda, mana shu kalit, belgi, ishoralarni qisqartirgan holda o'rganib oladi deyilyapti. Ya'ni bu stul, ya'ni bir-biridan farqi bor deb turib o'rganib olar ekan. On the other hand, color words, mana bu yerdan objektlar tushuntirilyapti, bu yerda color words tushuntirilyapti. On the other hand, color words tend to be unique and not bound to other specific co-occurring features. There is nothing systematic about color words to help cue their meaning. Demak, ranglarda bo'lsa bunaqa hamma rang o'ziga xos unik ekan, bir-biridan ajratib turishga yordam beradigan kuylari yo'q ekan. Xo'p, endi mana shu qismni yaxshilab ko'rib olinglar. Rasmdan ham ko'rsalaring bo'ladi. Endi bu yerga qaraymiz. Object, narsalarda nima bor? Bir-biridan ajratib turishga yordam beradigan. Bu yerda a number of degani bir qancha, ko'pgina degani. Demak, bizga ko'plikdagi ot kerak, to'g'rimi? Narsalarda o'sha narsani boshqa narsadan, o'ziga o'xshash bo'lgan boshqa narsadan ajratib turishga yordam beradigan nimalari bor? Fikrlarini bildirishlaring mumkin. Hozir feature degani jihat deganida, jihat ya'ni qo'li bor, oyog'i bor, orqasi bor. Bu aynan that are combined to some degree in a systematic way. Bu narsa hamma stulda bor bo'lgan jihat ekan. Lekin bizga hamma stulda ham bor bo'lgan jihatni bas, balki mana shu stulni boshqa narsadan ajratib turishga xizmat qiladigan qanaqadir narsasi bo'lishi kerak-da. Bular o'sha stulda aniqlashga yordam berar ekan, combine deyapti. Lekin bizga combine qiladigan bas, balki recognize, ajratib olishga yordam beradigan narsa kerak ekan. O'sha stulni boshqa narsalardan ajratib olishga, boshqa obyektlardan ajratib olishga yordam berish kerak ekan. Bu combine qilar ekan. Bizga combine qilish kerak, yoki separate qilish kerak, boshqasidan ajratib berish kerak. Entities degani, entities javobi ham juda ham yaqin, lekin mana shu meaning bir qancha entities, objektlar uchun ishlatiladi, apply qiladi deganida, hozir objektlarda entitiesi bo'ladi desak, o entity so'zi ham o'zi object so'ziga sinonim bo'lib turibdi. Ya'ni ma'no kontekstdan ham tushunib olsalaring bo'ladi. To illustrate the word chair has a meaning that applies to the somewhat varied set of entities in the world that people use for sitting on. Chair so'zi odamlar o'tirishi mumkin bo'lgan turli xil narsalarga ishlatiladi, apply qiladi deyapti. Hozir entity so'zi jihat degani, bas bu ham object, narsa degani. Entities ham chiqib ketyapti. Chunki bu ham object so'ziga to'g'ri kelyapti-da, o'shaning uchun. Bu yerda feature so'zi ham chiqib ketyapti. Chunki bu combine qilishga yordam beradi. Bizga combine qilmasdan, balki separate qilishga, buni boshqa obyektlardan ajratishga yordam berish kerak. Yaxshilab qaranglar, mana shu yerda javob bor. Yo'q, prediction tushmaydi, taxmin. Yo'q, taxmin tushmaydi. Mana shu yerda javob bor, yaxshilab o'qinglar. Juda ham oson so'z. Ko'plikda bo'lish kerak, ot bo'lish kerak va u shunday narsaki,
narsalarni, obyektlarni boshqa narsadan ajratib olishga yordam berishi kerak. Necha lug'at boyligi kamlik qilyapti. Bundan tashqari eng oxirgi passage bo'lgani uchun necha qiyinroqda baribir. Ha, mana Sabohat birinchi bo'lib to'g'ri javobni bergan ekan, ko'rmay qolgan ekanman. Q olamiz. Mana Madina Bono aytgan ekan, Go'zal aytgan ekan, nimagadir ko'rmay qolgan ekanman. Yaxshi. Mana shu Q so'zi eng to'g'ri javob bo'ladi, chunki ular mana shu narrow down the set of cues, bir qancha Q degani kalit, ishora, ajratib olishga yordam beradigan bitta ishora, belgi deganida, shu kabi belgilarni narrow down qisqartiradi va o'rganib oladi deyapti. Masalan, stolda 4 ta oyog'i bor, bu o'tirish uchun, stol bo'lsa, u o'tirish uchun bas. Unda masalan narsa qo'yish mumkin turib, shunaqa belgilarni, Q'larni qisqartirib o'rganib olar ekan. Lekin color wordsda bunaqa Q'lar yo'q ekan, yordam beradigan. Bu yerda Q bas, Q'st olamiz, chunki a number of ko'pgina degan so'z turibdi. A number ofdan keyin ko'plik keladi. Shuning uchun Q'st olamiz. Mana bu yerda Q ham yordam beradi, chunki color wordda shunaqa ma'nosini anglashga yordam beradigan Q'si yo'q, belgi ishorasi yo'q deyapti. Demak, javobimiz Q's bo'ldi. Xo'p, yaxshi Sabohat, birinchi bo'lib to'g'ri javob topsiz. Keyingisiga o'tamiz. As a consequence, the way color words tend to be used in English may be to children. Natijada sifatlarda, mana rangni bildiruvchi so'zlarda ingliz tilida qo'llanilishi bolalar uchun nimadir bo'lishi mumkin ekan. Nimadir yoki qandaydir bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, ranglarni bildiruvchi so'zlarda ingliz tilida qo'llanilishi bolalarga qanaqa? Demak, topamiz. This suggests that most of what children hear from adults will in fact be unhelpful in learning what color words refer to. Va natijada aytilyapti, mana bu yerda gap qolib ketibdi. In the speech that adults direct at children, color adjectives occur predominantly blue cup around 70% of the time. This suggests that most of what children hear from adults will in fact be unhelpful in learning what color words refer to. Demak, 70% holatlarda odamlar otdan oldin sifat qo'yar ekan va bu rang nimani anglatadi? Shuni tushunishga unhelpful, ya'ni yordam bermas ekan, foydasiz bo'lar ekan. Xo'p, demak javobimiz bo'lyapti bu yerda. Yaxshi Sabohat juda ham yaxshi to'g'ri javoblarni beryapti. Ko'pincha birinchilardan bo'lib, Odina ham juda ham yaxshi. Demak, bu yerda javobimiz unhelpful bo'ladi. Ya'ni natijada ingliz tilida qo'llanilishi bolalar uchun unhelpful bo'ladi. Xo'p. Mana biz completion savolini ishlab bo'ldik. Endi multiple choice savollariga o'tamiz. Bu yerda eksperiment haqida to'g'ri bo'lgan ma'lumotni topishimiz kerak edi. Avval o'qib olamiz, keyin javobni belgilaymiz. To explore this idea further, the research team recruited 41 English children aged between 23 and 29 months and carried out a 3-phase experiment. Mana experiment haqida gap ketyapti. Bunda 23 oylik va 29 oylik bolalarni ajratib olibdi. It consisted of a pretest followed by training in the use of color words and finally a post-test that was identical to the pretest. Demak, boshida pretest qilib olishdi, ya'ni ranglarni biladimi, yo'qmi? Shuni so'rab ko'rish, masalan, bu qanaqa rang deb so'rab ko'ribdi. Keyin oxirida yana post-test bo'libdi. Ya'ni training qilib, o'rgatib, ranglarni o'rgatgandan keyin yana so'rab ko'rishibdi. Boshida demak, o'zlarini boshlang'ich bilimini bilish uchun bu qanaqa rang deb so'rab ko'rishgan. Keyin bu qizil, bu yashil qilib o'rgatgandan keyin treningdan keyin yana so'rashibdi.
The pre and post test materials comprised 6 objects that were novel to the children. Demak, 6 ta narsa bo'lgan ekan, bolalar uchun yangi bo'lgan ekan u narsalar. There were 3 examples of each object in each of 3 colors: red, yellow and blue. Demak, 3 ta rangda bo'lgan ekan. The objects were presented on trays, and in both tests the children were asked to pick out objects in response to requests in which the color word was either a prenominal, which is the red one, or a postnominal, which one is red. Xo'p, patnislarda narsalarni olib kelishibdi. Keyin so'rashdi, ya'ni bulardan qaysi biri qizil yoki qaysi biri qizil. Bunda prenominal degani otdan oldin sifat kelyapti, bunda postnominal degani otdan keyin sifat kelyapti. Xullas, shu ikki usulda savollar berib ko'rishibdi. Mana eksperiment haqida o'qib oldik, endi javobni belgilaymiz. The children had to place the pre and post test objects onto colored trays. Bolalar pre-testda va post-testda rangli patnislarga narsalarni joyladi deyapti. The training was conducted by dividing the children into 2 groups. Training bolalarni ikkita guruhga ajratib o'tkazildi deyapti. Prenominal questions were used less frequently than postnominal questions in the training. Ko'proq prenominal otdan oldin sifatni qo'llab savol berilgan deyapti. The researchers were looking for inconsistencies in children's knowledge of word order. Tadqiqotchilar shu bolalarda bilimidagi inconsistencyni qidirayotgan edi deyilyapti. Qaysi javob to'g'ri bo'ladi? Birinchi sizlar javoblarni bilakan, men o'zim yana tushuntirib beraman. Xo'p, ba'zilar A olyapti. Qaranglar. Ular narsalarni joylashtirishi kerak bo'ldi. Colored trays, rangli patnislarga deyapsiz. Lekin rangli patnislarga joylashtirishi kerak bo'lmadi. O'sha patnisda narsalarni olib kelibdi. Qaysi biri qizil, qaysi biri yashil deb so'rabdi xolos-ku. Uni joylashtir demabdi-ku. O'shaning uchun A'da ola olmaymiz. Xo'p, ba'zilar D, ba'zilar C olyapti. Xo'p. Bu yerda o'sha boshida berilgan savollar pre-testda ham, post-testda ham berildi deyilyapti, lekin qaysi biri ko'proq ishlatildi? Bu narsa aytilmadi. Shuning uchun C javobni ham ola olmaymiz. Bu yerda joylashtirish so'ralmagani uchun A chiqib ketyapti. Bu yerda qaysi biri ko'proq ishlatildi? Qaysi biri ko'proq ishlatilgani aytilmagani uchun B chiqib ketyapti. Demak, B bilan D qolyapti. Qaysini olasizlar? Ancha oson. Hop, qaranglar. 41 ta bola qatnashibdi. Ular 23 oylik va 29 oylik bo'lgan bolalar ekan. 23 oyliklar va 29 oyliklar bilan eksperiment o'tkazishibdi. Shu qaysiga to'g'ri keladi? Bu B ga to'g'ri keladi. Chunki mana 23 oyliklar va 29 oyliklar o'rtasida shu testni o'tkazib ko'rishibdi. Ya'ni ikkita guruhga bo'lgan holda o'tkazishibdi. 23 oyliklar va 29 oyliklar o'rtasida bo'lib o'tibdi. Shuning uchun B javobni olamiz. Which of the following outcomes is reported in the passage? Xo'p, outcome natijasini topishimiz kerak ekan. Xo'p, demak natijasi haqidagi qismni topamiz matndan va javobni belgilashimiz kerak bo'ladi.
Xo'p, demak, mana bu yerda mana shu treyning davomida bo'lgan narsalar aytib o'tilyapti. In the training, the children were introduced to a magic bucket containing 5 sets of items familiar to 26-month-olds: balls, cups, crayons, glasses, and toy bears in each of 3 colors. The training was set up so that half the children were presented with the items by one and heard them labeled with color words. Demak, bu yerda o'sha so'rabdi. This is a red crayon, this crayon is red. Ya'ni bu yerda otdan oldin sifatni qo'yib ko'ryapti, bu yerda otdan keyin sifatni qo'yib ko'rib, so'rab ko'rishibdi. Individual analysis of pre and post test data, which can format parental vocabulary reports, showed that the children had at least some knowledge of 3 color words. They averaged 2 out of 3 correct choices in response to both pre and post nominal question types, which it has been pointed out is better than chance. Demak, oldin o'rgangan bo'lsa, shu ranglarda oz-moz bo'lsa ham o'rgangan bo'lsa, 3 ta savolni ikkitasiga to'g'ri javob beribdi. Ya'ni bu omaddan ko'ra yaxshiroq, ya'ni sal bo'lsa ham bilibdi. When children's responses to the question types were assessed independently, performance was at its most consistent when children were both trained and tested on post-nominal adjectives, and worst when trained on pre-nominal adjectives and tested on post-nominal adjectives. Bu yerda aytilyaptiki, agarda post nominal, ya'ni post nominal degani otdan keyin qo'ysa, otdan keyin sifatni ishlatsa, anchagina yaxshi javob beribdi. Lekin pre nominal, otdan oldin sifatni qo'ysa yaxshi javob berishmadi. Masalan, qizil ruchka desa, yaxshi javob berishmadi, yaxshi tushunishmadi. Qizil ruchka desa. Lekin bu ruchka qizil deb turib, otdan keyin sifatni qo'yishsa, rangni qo'yishsa yaxshi tushunishibdi. Ya'ni bu ruchka qizil desa yaxshi tushunishibdi, lekin qizil ruchka desa rangni o'rganisha olmabdi. Worst, ya'ni yomon bo'ldi natijalari. Otdan oldin qo'yib qo'ysa. Only children who had been trained with post-nominal color words presentation and then tested with post-nominal questions types were significantly more accurate than chance. Ya'ni post-nominal otdan keyin rangni qo'ysa, shunaqa qilib train qilsa va shunaqa savol bersa, more accurate bo'libdi. Ya'ni bu ruchka qizil, bu kitob sariq deb turib, o'sha narsadan keyin, otdan keyin sifatni qo'ysa more accurate bo'libdi. To'g'riroq bo'libdi. Comparing the pre and post test scores across each condition revealed a significant decline in performance when children were both pre and post tested with questions that placed the color words pre-nominally. Xo'p, demak, post nominal bo'lganda yaxshiroq o'rganishibdi. Bu kitob sariq, bu ruchka qizil qilib, o'sha otdan keyin qo'yish kerak ekanda, bu sariq kitob desa, ular qaysi biri rang anglashi qiyin ekan. Xo'p, endi oxirgi testimiz, demak, qaraymiz. Children who were post-tested using post-nominal adjectives performed well, regardless of the type of training. Demak, bu yerda savol trainingdan qat'iy nazar post-nominal, otdan keyin sifat qo'yilsa, o'sha post testda yaxshi natija ko'rsatdi deyilyapti. Trainingga qaramasdan deyilyapti. Masalan, bu qizil ruchka, bu ruchka qizil qilib, farqi yo'q qanaqa train qilgani. Lekin trainingda farqi yo'q-u, post nominal qilib test qilganda, sinov qilganda yaxshi natija ko'rsatdi deyilyapti. Greatest levels of improvement were achieved by children who were trained and post-tested using post-nominal adjectives. Ya'ni post-nominal, otdan keyin sifatni qo'yib train qilganda va xuddi shu usulda test qilib olganda yaxshi natijaga erishdi deyapti. Ikkalasidan farqi, bunda o'sha train qilganda, shug'ullantirganda ham sifatni keyin qo'yish kerak, mana shu rangni keyin qo'yish kerak deyapti mana unda, lekin bunda trainingda farqi yo'q deyapti. Bunda
o'sha xuddi o'sha post nominalga qo'yib turib, bu kitob sariq deb turib o'rgatib, xuddi shu usulda test qilganda yaxshi natijaga erishdi deyapti. Sizlarga bitta sirni aytaman. Ikkita javob rosa ham bir-biriga o'xshab turibdimi multiple choice'da? O'shandan bittasi to'g'ri javob bo'ladi. Men 99% holatda juda ham ko'p multiple choice savollarda ishlaganimda qarayman-da, ikkita variant rosa ham bir-biriga o'xshab turibdimi? Bittasi to'g'ri javob bo'ladi. Chunki to'g'ri javobni olishdan chalg'itish uchun o'shanga o'xshagan javobni ham berib qo'ygan bo'ladi. Some children performed less well in the post-test than in the pre-test. Ba'zilar unchalik ham yaxshi qatnashmadi deyilyapti. Some children were unable to accurately name any of the colors in the pre and post-test. Ba'zi bir bolalar hech qaysisini ayta olmadi deyilyapti. Xo'p, qaysi javobni olamiz? A bilan B rosa ham bir-biriga o'xshab turibdi. A bilan B. Farqi B'da aytayaptiki, post nominal qilib shug'ullantirdimi? Xuddi shu post nominal usulda sinab ko'rib, test qilib ko'rganda yaxshi natija bo'ldi deyapti. Bunda o'sha post nominal qilib savol javob qilganda, test qilganda zo'r natija bo'ldi. Treningda farqi yo'q deyapti. Bu yerda aytayaptiki, post nominal color words bilan train qilinib, keyin xuddi shunaqa qilib sinov qilganda, test qilganda more accurate bo'ldi deyapti. Qaysi biri bo'ladi to'g'ri javob? To'g'ri javob B bo'ladi. Saboha, Dildora, Odina to'g'ri javobni beryapti. Chunki qalamamda xuddi post nominal qo'yib turib, otdan keyin qo'yib turib, xuddi shunaqa train qilish kerak. Xuddi shu usulda keyin test qilganda yaxshi o'rganishdi. Ya'ni bu telefon qora, bu kitob sariq, bu ruchka qizil qilib post nominal otdan keyin rangni bildiruvchi so'zni qo'ygan. Keyin bu kitob qanaqa rang, bu telefon qanaqa rang deb turib savol bersa, yaxshiroq o'rganishibdi. Shu usulda more accurate bo'pti. Trainingda farqi yo'q demayapti. Train ham xuddi shu so'rab oladigan usulida bo'lish kerak deyapti. Shuning uchun javobimiz B javob bo'lyapti. Bu yerda B javob tushyapti. Multiple choice'da masalan, mana shu oxirgi ikkita savolda qaranglar, mabodo iloyim vaqtlaring yetsin tushunib ishlashga, lekin oxirida mabodo vaqt yetmay qolsa, qaraysizlar, to'g'ri javobga rosa ham o'xshab ketadigan qanaqadir variantni bergan bo'ladi-da. O'sha ikkita variantdan bittasi to'g'ri javob bo'ladi. Rosa ham bir-biriga o'xshab ketgan variantdan bittasini olsalaring, hech bo'lmasa 50-50 da bittasi to'g'ri javob chiqib qoladi. Keyin mana yana bitta usulim bor edi, odatda eng uzun oldin abituriyentlik paytimda eng uzun variantlarni olardim. Endi noto'g'ri javob bo'lsa shuncha uzun narsani yozib o'tirishmasdim. Bu ham ba'zida to'g'ri chiqib qolardi, lekin bu ko'p ham ba'zida 30-40% holatda to'g'ri chiqib qoladi. Lekin shunday o'qib turib, bunda endi ma'nosini ham sal-pal tushunishlaringga to'g'ri keladi-da. Ikkita variant rosa ham bir-biriga o'xshab turibdimi? Bittasi to'g'ri javob bo'ladi. Xo'p, demak mana Passage 5 ni ham ishlab chiqdik. Aynan mana shu Passage da mavzusiga doir YouTube da ham videolar ko'ringlar, rosa ham qiziqib o'rganasizlar. Learning color words yoki How children learn colors deb yozsalaring, xuddi shu mavzuga doir videolar chiqadi, dokumentariyalar chiqadi. Shunaqa ilmiy mavzudagi videolarda qanchalik ko'p ko'rsalaring, shuncha yaxshi tushunib, oson ishlaydigan bo'lib qolasizlar. Xo'p, savollaring bormi? Bizga ham shunaqa uzun variantni olishni o'rgatishgandi. O'zi tushunib ishlaganga yetmaydi-yu, mabodo endi shunaqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa, ilohim o'zi bemalol tushunib, vaqtlaring ortib ham qolsin. Lekin har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Mabodo ulgurmay qolsalaring, shu ikkita variantdan, o'xshash variantdan bittasini olinglar. Qaysi biricha uzunroq bo'lsa, o'shanisini olinglar yoki ikkala usulni ham qo'llagan holda.
chalg'itadigan passage ekan. Ha, bu oxirgi passageda, passage 5 ida, oxirgi passage qiyinroq bo'ladi. Bu part 5 da, IELTS da ham, multi level da ham oxirgi passage eng qiyini bo'ladi. Ilmiy mavzularda yana ham yaxshiroq tushunadigan bo'lishlaring kerak. Part 1 tekstda fishes kelsa, shu olinadimi yo fish olinadimi? Fishes kelmasa kerak. Fishni ko'pligi ham, birligi ham fish-ku. Imtihondami? Bir o'sha gapni bunday tashlaychi, men o'sha kontekstni ko'rishim kerak-da. Part 1 tekstda fishes kelsa, shu olinadimi? Fish tekstda qanday yozilgan bo'lsa, shunday olasiz. Ma'noni o'zgartirib qo'ymaysiz. Tekstda qanday bo'lsa, shunday yozasiz. IELTSda ham, multi levelda ham. Savolingizni tushundim. Fish ko'pligi ham, birligi ham bir xil bo'lib, fish olamizmi deb so'ragan ekansiz. Yo'q, matnda qanday kelgan bo'lsa, xuddi shunday yozasiz.